Assalamu alaikum hörmətli televizor görgüçülər. Görüp atqanınla Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalik xəbərlər proqramısı. Programımız xoş gəldinglar. Məzkur proqramımızda muş bir həftə jarayonida radiomuzda anlatılğan bir qism mühim xəbərlərni əsiltib ötdümiz. Mən Erkin. Mən Gülçehra. Tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsilatıdır basın. Uyghur diyarındakı siyasi bastırışda lagerlarga qamalğan kişilərinin naçarı turmuş şəraiti səbəbindən köpləb canı uzayotqanlığı məlum olmaqda. Yakında Qarqash nahiyəsinin Zava yeyisidagi Banuxan Rozi Mehmet isimli bir ayolning o'tgan haftada turmada jon uzganligi oshkorlandi. Muxbirimizning ahvol aniqlashi jarayonida Banuxanning to'plashib tabliğ anglash jinoyati bilan ayblanganligi va 11 yillik qamoqqa hukm qilinganligi ma'lum bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, navbatda lagerlarga qamalganlarga kuchaytirib tarbiyalash nomida jazo hukm qilinayotgan bo'lib, bu xildagi kishilarga odatda 10 yildan yuqori qamoq jazosi beriladi ekan. Yaqında ijtimoiy taratqularda Qarqash nahiyəsidəki 2 yoshlik bir o'g'il bolaning o'standa to'nglab o'lib ketganligi haqida bir xabar keng tarqaldi. Muxbirimizning bu vaqtdagi ahvol egalishi jarayonida bu bolaning ota-onasining lagerga qamalganligi ma'lum bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur go'dakning ismi Rahmatullah Shirbaqi bo'lib, Qarqashning Cho'kanjilg'a kentidan ekan. Rahmatullahning buvisi va momisi aloqador saqchi o'rinlarining tasdiqini ilib, Rahmatullahni 1,5 yildan buyon lagerda turayotgan ota-onasi bilan ko'rishtirishga 20 qitim elib borgan bo'lsa-mu, ammo lager boshqaruvchilari ko'rishtirmagan ekan. Yaqında lagerga qamalgan Uyg'urlarning Xitoy madaniyatini qabul qilishga majburlanayotganligi ko'plab ma'lum bo'ldi. Xitoy hukumatining rasmiy ma'lumotlarida Payzovat nahiyasidagi lagerga qamalgan Uyg'urlarning Beijing teatrini o'rganib, Xitoycha changchila o'ynashga tashkillanganligi xabar qilindi. Aloqador uchurlarda ko'rsatilishicha, Uyg'ur tili maktablarda umumyuzlik cheklanayotganda Uyg'urcha til va yezikni ishlatishning ikki yuzlamachilikning ifodasi bo'lib qolganligi ma'lum. Halbuki navbatda Otish shahri qatorliq bir qism joylarda Uyg'urlar Xitoycha husn xatlarni o'rganishga tashkillangan. Analizchilar bu vaqtda to'xtalib, bu Uyg'urlarni assimilyatsiya qilishni texmi tezlatib, yerlik milliy madaniyatni yo'qotishni maqsad qilganlik dedi. 2 aydan ko'proq vaqtdan buyon İstanbul aerodromida tutib turilayotgan 11 Uyg'ur Yangi yil harpisida qo'yib berilib, Turkiyaga kirishga ruxsat qilindi. Ma'lum bo'lishicha, bular Tayland turmisidan qochib Malayziya orqali Turkiyaga kelgan Qashqon Uyg'urlar bo'lib, İstanbul aerodromida to'sib qilingan ekan. Bu Uyg'ur Qashqonlarning Turkiyaga kirish uchun İyi partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Faxriddin Yo'qush apandi va boshqa aloqador zotlar ko'p kuch chiqargan. Turkiya bilan Xitoy o'rtasidagi hamkorlikning kuchayishiga ergishib, Uyg'urlar masalasi texmo nozik tus elayotganda bu xil ijobiy ilgirlashning o'tirg'i chiqishi ko'p qism turk xalqining, shundaqla Uyg'ur muhojirlarining qizg'in olqishiga erishdi. Uyg'urlarning butkul bir millat bo'yicha etnik tozalashga duch kelishi haqida Amerika va Yevropadagi bir qism hukumatlar kuchlik inkas qaytargandan keyin arab dunyosidan bu masala haqidagi tunji sada Kuveyt parlamentidan chiqdi. 1 yanvar kuni Kuveyt parlamentining muavin raisi Osama Shahin parlamentga bir qitimliq yig'inda Uyg'ur diyoridagi lagerlarga munosabatli rasmlarni ko'rsatib turib, Uyg'urlar uchrayotgan kulfatlarni, shuningdek Xitoy hukumatining jinoyatlarini bayon qildi. Dünya Uyghur Qurultayının raisi Dolqin Aysa apandi bu munosabat bilan radiomiz muxbirining ziyoratini qabul qilib, buning islom ellarida borliqqa kelgan tunji qitimliq ijobiy ilgirlash ekanligini bildirdi. Türkiye'deki en çoğun ammaviy tashkilotlardan biri bo'lgan kadrlar uyushmasi va Türk Ocaqlari tashkiloti Uyg'urlar uchrayotgan zulm haqida doklad berish faoliyati va namoyishlarni o'tkazdi. Bo'libmi İstanbuldagi Fatih jamoasida o'tgan juma kunidagi juma namozidan keyin 5000 kishining ishtirok qilishi bilan o'tkazilgan zo'r namoyishda Uyg'urlarni qo'llash va Xitoyni ayblash shiorlari yangradi. Türk cemaatinin Uyg'urlarni qo'llash faoliyatlari Turkiya chegarasidan halqib, Germaniyadagi Türk cemaatinin namoyishlarida aks etdi. Germaniyaning Nuremberg shahridagi Türk cemaati 29 dekabr kuni o'zligidan qo'zg'alib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirishiga norozilik bildirib, zo'r ko'lamli namoyish o'tkazdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.